夫君慢养。养，但是他温柔点嘛，夫君讨厌。mazza. Egali banyan, jangovar kuchi va xazina ovlash qobiliyati 2 ga oshdi. Yoshiga 5 daraja qo'shildi. Rosa kuchga to'libman-ku. Kechagi la'natlar hozir oldindan chiqmaydimi? Boplab ta'zirini bergan bo'lardim. Erim, yuzingizni yuvib oling. Ayolim juda e'tiborli-da. Erim, siz juda yosharib ketibsiz. Men qandaydir dori ichishingizni bilmagan edim. Asalim, axir har kuni birgamiz-ku. Qanday qilib sehrli dori bo'lishi mumkin? Ha, aytgancha, erim. Kecha menga bergan shenchaningizni quritdim. Eshitishimcha, u insonlarni yoshartirar ekan. Erim, uni sharobga solib qo'ysak nima bo'ladi? Ha, o'simlikni yarmini sho'rvaga solib qaynat. Qolganini qoldirishing mumkin. Xo'p, hozir bajaraman. Xotinjon, meni bir o'pib qo'ysinlar, a? Voy qo'ysangizchi. Kunduzi bo'lsa, agar odamlar ko'rib qolsa-chi? Ha, aytgancha. Kecha general bilan yotgan eding. Xo'sh, qanday uxlading? Ha, o'sha general ayol. Kechasi bilan meni juda ham qo'rqitdi. Uning tirik yoki yo'qligini bilish uchun nafas olishini tekshirgandim. U nafas olmasdi, lekin yuragi urib turardi. Men uni o'lgan deb o'yladim. Bu afsonaviy nafasni ushlab turish usuli bo'lishi mumkin. Yo'q, yaxshisi borib tekshirib ko'raman. Hoy. Bu chol yanada yosharib qolibdi. Ha, nafas olyapti-ku. Yuragi uryaptimikan? Nima qilyapsan? Men shunchaki yuraging uryaptimi yoki yo'qmi shuni tekshirmoqchi edim. Haligi jahling chiqmasin tag'in. Men seni o'ldiraman. Yo'q. O'zingni bos, voy. Haligi buni jiddiy qabul qilmadi. Yo'qol. Xo'p. Ahmoq chol. Nega bunchalik vahimadasiz? Yoki biror bir yomon ish bo'ldimi? Qo'ysangchi. Kunduzida qanaqa ish ham bo'lardi. Xonaga kirsam, generalni jahli chiqib ketdi, shunga chiqib oldim, xolos. Shunaqa ham bo'ladimi? Qo'rqamanki, erim unga biror narsa qilgan. Mayli, erim, sho'rva tayyor. Issiqligini ichib oling. Rosa chanqagandim. Erim, nihoyat uyg'ondingiz. Meni juda qo'rqitdingiz. Bunga men aybdorman. Yaxshimisiz? Ancha o'zingizga keldingizmi? Egar 30 yillik shenishda bu esa qiymatni oshiradi. Bundan qayta foydalanish samarasiz. Kuch qiymati 3 ga teng. 3 ta jangovar kuch, turmush o'rtog'i Livanyen va Livansen. Umr ko'rish davomiyligi 33 yil. Bu yovvoyi Jenshen rostdan ham samarali ko'rinadi.
Meni kechiringlar, sizlarni xavotirga soldim. Hozir ahvolim yaxshi, juda yaxshiman. O'zi qancha vaqt hushsiz yotdim? Kun bo'yi. Qorningiz ochdimi? Ovqatlanish uchun tovuq sho'rva tayyorlayman. Shoshma. Qornim och emas. Kech bo'lib qopti. Shunga ishga kirishish vaqti keldi. Ish? Nimaga bunday qarayapsiz? Sanani hisoblasak, bugun Vanchinning navbati ekan. O'zi nega uchalangiz ham qolavermaysiz? Nima? Shoshmanglar. Ey, singlim, qayerga ketyapsan? Azizam, qayoqqa ketyapsan? Ikkalangiz juda yomonsizlar. Taslim bo'lma. Jarohating tuzalguncha kut. Mendan hali ko'rasanlar. Xayrli tong, xonimlar. Marhamat, choydan iching. Yangi ayolga ega bo'lganingiz bilan tabriklayman. Jangovar kuch bittaga ko'paydi. Rahbarli Vanchin ko'rsatkichlari jangovar kuch to'rga oshdi. Li Vensen, Li Vanjin va Li Vanchin bir ko'rish davomiyligi 64 yil. Farzandlari yo'q. 2 numar qo'shildi. Qiziq. Balki ayb xotinlardadir. Hozir jangovar kuchim 4 erkak kuchiga ega. Qanchalik kuchim borligini bilmayman. Yaxshisi uni boshqa joyda sinab ko'rishim kerak. Ishingizdan qolmang. Opa, nima deb o'ylaysiz? U nimalar qilyapti? Nima ham qilardi? Jang san'ati bilan shug'ullanyapti. Lekin uning yoshida bel og'rig'i bo'lmaydimi? Hech qanday o'zgarish yo'q-ku. Siz juda kuchlisiz. Xuddi osmondan yerga tushgandek. Oldin men erim jang maydonida omon qolishidan xavotirda edim. Hozir esa erim albatta g'alaba bilan qaytadi. Faqat bilmayman, erim ham meni fikrimga qo'shiladimi? Tabiiyki, eringiz harbiy lagerga borib nimadir qilish kerak. Monarx bo'lish uchun albatta. Bir qator kerakli jihozlar